Assalomu alaykum hammaga. Siz My Anime News kanalidasiz. Bugungi videoda sizlar bilan Bir zabli odam animesining 3-mavsumini to'liq tahlil qilamiz va anime haqida gaplashamiz. Video davomida Bir zabli odam animesining 3-sezonini to'liq tahlil qilamiz. 3-sezondagi asosiy janglar, mahluqlar, qahramonlar haqida gaplashamiz va 3-sezon haqida o'z fikrimni ham aytaman. Keyin bonus sifatida spoiler qilib, 4-sezondagi asosiy voqealar haqida ham ma'lumotlarni beraman. Video qiziqarli bo'ladi, shu uchun oxirigacha ko'ringlar. Qani unda boshladik. 3-sezon to'liq mahluqlar va qahramonlar haqida. Saitama animening oxirida bitta katta ish qo'yadi bo'ldi. Anime Mahluqlar assotsiatsiyasi insoniyatga ultimatum berib, jang e'lon qilishi bilan boshlanadi va darhol ekstran qahramonlar yig'ilishi bo'lib o'tadi. Asosiy vazifa esa assotsiatsiyaning bosh homiyalaridan birining o'g'lini mahluqlardan qutqarish. Yig'ilishda Qora Kachok, Cho'chqalar qiroli, Zombimen, Kichkina imperator, Tatsumaki, Gomu Zek, Shirin niqob, Flash keng ishtirok etadi. Rejani esa Kichkina imperator tuzgan, lekin yig'ilishga Garoning ustozi Kumushfang va uning akasini chaqirishmadi. Sababi uni Garo bilan til biriktirganda hisoblashadi. Shu uchun uni chaqirishmadi, lekin baribir ular Fubuki, King Saitama bilan aka-uka boshladi. Shu 3-sezonda ekstrakli qahramonlarning kuchini ko'rsatishadi. Tatsumaki mahluqlar boshqaruvchisi Gyoro bilan jang qiladi. Ikkovining ham qobiliyatlari почти bir xil. Tizimlarni boshqarish. Gyoro o'ziga juda ham ishonadi, lekin Tatsumaki uni bemalol yengadi. O'zim ham Tatsumaki qiynalsa kerak deb o'ylagandim va Gyoroning o'zi ham past nazarda qaraganini tushundi va 3-sezonda o'ladi. 3-sezonda esa soxta kuchli qahramon Kingning jangini ko'rmadik va yer ostidagi birinchi jangni Flash boshlab beradi. U ninja va o'zining qishlog'idan bo'lgan ikkita ninja mahluqqa qarshi jang qilib, ularni yengadi. Atun Samurai esa juda kuchli ekan va ko'p mahluqlarni yengib keladi va juda kuchli ekan, lekin Garo qutqarmoqchi bo'lgan bolani qo'layotgan qora spermani uchirtadi. 3-sezondagi uning asosiy raqibi qora sperma bo'ladi va bu mahluq Atun Samuraiga eng noqulay raqib bo'ladi. Atun Samurai qilich bilan jang qiladi va bitta zarbada 20 tadan oshiq kesishi mumkin. Muammo ham shunda, qora spermani qancha ko'p kessa, shuncha ko'payaveradi va jang oxirigacha yetmaydi. Yana Gomu Zek Nian mushuk mahluqqa duch keladi va o'z qamoqdoshlarini ham ko'radi. Ularni mahluqqa aylantirishgandi. Gomu Zek mushuk Nian bilan jang qilishni xohlaydi, lekin mushuk xohlamaydi. Cho'chqalar qiroli esa katta mahluqni yutib oladi. Uning kuchi shunday ekan, ya'ni chakigida любой kattalikdagi mahluqni yutib olar ekan va o'zi ham kattalashar ekan. Zombimen esa vampir va uysiz imperatorlar bilan jang qiladi. Vampir uni 100 martadan oshiq yengadi, lekin Zombimen o'lmaydi. Uning kuchi ham shunda. Uni boshi olinsa ham qayta o'sib chiqaradi va hamma jarohatlari tiklanadi. Vampir uni 100 martadan oshiq yengsa ham Zombimen bir marta yengib yutadi va keyin uysiz imperatorga duch keladi va uni yenga olmaydi. Jang tengma-teng holatda o'tayotganda tugaydi va qolgani 4-sezonda ko'rsatiladi. Va spoiler, 4-sezonda uysiz imperatorni zombi odam yenga olmaydi. Uni hali animeda ko'rsatilmagan God personaji yengadi. 4-sezonda Kichik imperator Phoenix odam bilan dahshatli va katta masshtabli jang olib boradi. O'lishiga ham oz qolganda uni yengadi. Bolani qutqarib chiqadi. Keyin qahramonlarga yordam berish uchun yana yer ostiga tushib ketadi. Kichik imperator jangda o'zining har xil kuchli robotlarini ko'rsatdi. Ular bilan Phoenix odamni yengdi. Uning kuchi ham shu yaratuvchilik va aqlida. Eng so'ngida esa Saitama aylanib yurib Orochiga duch keladi va u bilan jang qiladi. Bundan oldin Garo ham mahluqlar qiroli Orochi bilan jang qilib yutqizgandi. Saitama esa har doimgidek nomiga mos bir zarbada yengadi. Unga vash farqi yo'q. Orochi kimligini ham bilmaydi, tanimaydi ham, bit turib o'ldiradi bo'ldi. Tugadi. Agar Saitama bu ishni qilmaganda, ekstranka qahramonlar unga qarshi qiynalib qolishardi. Masalan, Saitama kelmadi deylik. Unga qarshi Qora Kachok, Cho'chqalar qiroli, Zombimen, Kichkina imperator, Tatsumaki, Gomu Zek, Shirin niqob, Flash hujum qilganda ham mana taxminimcha Qora Kachok, Cho'chqalar qiroli, Kichkina imperator, Gomu Zek va Shirin niqob bo'lishardi. Shunday ekan, Orochini kuchsiz deb o'ylayveradi. Saitama juda ham kuchli. Uni bitta zarbasini yer ostidagi hamma mahluqlar va qahramonlar his qilishadi. 4-sezondan ozgina spoiler qilaman, ya'ni nimalar bo'lishi haqida. Undan oldin 3-sezon haqida o'z fikrlarimni aytaman. 3-sezon umuman olganda yaxshi yomon emas, grafika ham o'rtacha. Faqat grafik xatolarni deb animening 3-sezoniga ko'p hate bo'ldi va Saitamani kamroq ko'rsatishgani menga yoqmadi. Lekin S-klass qahramonlari bilan jang dahshatli o'tdi. Почти hammasining to'liq kuchlarini ko'rdik va animega 10 dan 8 ball. Xo'p, 4-sezonda Garo tirik bo'ladi va bir nechta A klasslar bilan jang qiladi. Yana 4-sezonda ustoz va shogird jangini ko'ramiz. Garo bilan Pangni va Tatsumaki monsterlar assotsiatsiyasi bazasini butunlay yer ostidan sug'urib oladi va
Z shahrini vayronaga aylantiradi. Bu voqea 4-sezonning asosiy qismlaridan biri va Tatsumakiga qarshi raqib topiladi. Psikoz. U ham juda kuchli va jang osmonda bo'lib o'tadi. Keyin Garo deyarli to'liq moslashadi. U ketma-ket eski qahramonlarni yengadi. Qahramonlar orasida esa uni yengishga umidsizlik paydo bo'ladi va qahramonlar yengilishadi. Shunda Saitama va Garoning dahshatli jangi boshlanadi. Garo Saitama zarbalariga moslashadi. Saitama esa birinchi marta zerikmaydi. Garoning kuchi g'ayratabiiy darajada chiqadi. Saitama Garoni to'liq yo'q qilmaydi, balki to'xtatadi. Garo o'zi noto'g'ri ekanini tushuna boshlaydi. Urush vaqtincha yakunlanadi. Garoni bitta fikri bor edi. Agar men hammaga dushman bo'lsam, odamlar birlashadi va urush tugaydi degan. Lekin Saitama unga oddiy haqiqatni ko'rsatadi. Garo qo'rqinchli bo'lishga harakat qiladi, lekin ichida u hali ham qahramon. U odamlarni qutqarishni xohlaydi, yo'q qilishni emas. Shu sabab Garo haqiqiy yo'z bo'la olmaydi. Shuni Saitama Garoga tushuntiradi. Shu bilan 4-sezonda Garo tirik qoladi. Monsterlar assotsiatsiyasi mag'lub bo'ladi. Garo jinoyatchi sifatida javob beradi va qo'lga olinadi. Shu voqealar 4-sezonda yuz beradi. Agar qiziq bo'lsa, 4-sezon haqida to'liq video qilaman. Qiziq bo'lsa, bugungi videoda sizlar bilan Bir zabli odam animesining 3-sezonini to'liq tahlil qildik. 3-sezondagi asosiy janglar, maxluqlar, qahramonlar haqida gaplashdik va 3-sezon haqida o'z fikrimni ham aytdim. Keyin bonus sifatida spoiler qilib 4-sezondagi asosiy voqealar haqida ham ma'lumotlarni berdim va video haqida va bu anime haqida savollar bo'lsa, kommentariy ochiq bemalol savollarni beraversanglar bo'ladi. Oxirgacha ko'rganlar uchun rahmat. Shunaqa qiziqarli videolarni chiqaraman shu uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, shunga o'xshagan videolarni o'tqazmaslik uchun qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yinglar. Bosib qo'ygan bo'lsanglar hozircha xayr. Keyingi qiziqarli videolarda ko'rishguncha. Darkwave. Break it down. Darkwave.